Xabaringiz bor, shu yilning 5-mart kuni davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan Korrupsiyaga qarshi kurashish milliy kengashi yig'ilishida yurtimizda korrupsiyadan xoli muhit hozirlash bo'yicha qilingan ishlarga baho berilib, korrupsiyaga qarshi kurashish, jazo muqarrarligini ta'minlash bo'yicha qator vazifalar belgilab berilgan edi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan tashkil etilgan korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi jinoyatchilik omillarini aniqlash, ilmiy yondashuv va amaliy yechimlar mavzusidagi davra suhbatida ana shu vazifalarning ijrosini ta'minlash masalalari muhokama etildi. Korrupsiya jamiyat kushandasi, uning mavjudligi har bir davlat taraqqiyotiga jiddiy g'ov bo'ladi. Shu bois mamlakatimizda ushbu illatga qarshi murosasiz kurashish masalasi hamisha dolzarb. Mazkur tadbirda ham korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi jinoyatchilik omillarini aniqlash va bartaraf etishda ilmiy yondashuvning ahamiyati hamda bu boradagi salohiyatni yanada rivojlantirish masalalari tahlil etildi. Ma'ruzachilar qayd etganidek, 2020-yilgacha korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida deyarli tadqiqotlar qilinmagan bo'lsa, 2021-2022 o'quv yillarida korrupsiyaga qarshi kurashishga oid ilmiy jihatdan dolzarb mavzular bo'yicha 20 ga yaqin ilmiy ishlar qilindi. Ammo ushbu yo'nalishda tadqiq etilishi lozim bo'lgan jihatlar hali ko'p. Joriy yilning 5-mart kuni davlatimiz rahbari ishtirokida milliy kengashimizni yig'ilishida aynan shu korrupsiya muammosi ko'tarildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish davlat organlari bugungi kunda korrupsiyani oqibatlari bilan kurashib, balki uni oldini olish chora-tadbirlari bilan yetarlicha shug'ullanmayotganligiga e'tiroz bildirildi. Endilikda korrupsiyaga qarshi kurashish jinoyatlarining kelib chiqish sabablarini ilmiy jihatdan o'rganish bo'yicha loyiha ishga tushiryapmiz. O'sha yig'ilishda ham aytib o'tildiki, korrupsiyaga jinoyatlari eng asosan o'sha sog'liqni saqlash, ta'lim, bank xizmatlari yoki ishga qabul qilish jarayonlarida juda ko'plab uchrayotganligi sababli biz loyihani dastlab mana shu korrupsiya eng ko'p tarqalgan sohalarnidagi korrupsiyaga oid jinoyatlarni tadqiq qilishdan boshlayapmiz. Biz O'zbekiston Respublikasi Kriminologiya tadqiqot instituti bilan muzokaralar olib bordik va biz bir qarorga keldik. Biz agentlik buyurtmasiga asosan katta loyihani boshlayapmiz. 2 yillik loyiha, ya'ni mamlakatimizda joylarda korrupsiyaviy jinoyatlarning kelib chiqish omillarini o'rganish bo'yicha katta tadqiqotni amalga oshirishni rejalashtirdik. Bu tadqiqotda hozir biz ilmiy doira vakillari, ya'ni olimlar guruhini tashkil qilishni rejalashtirganmiz. Mutasaddilar ta'kidlaganidek, ayni vaqtda hamkor tashkilotlar bilan korrupsiyaga qarshi kurashish virtual akademiyasi imkoniyatlaridan ham ilmiy tadqiqotlarni tizimli va samarali tashkil etishda foydalanilmoqda. Korrupsiya jinoyatlarini kelib chiqadigan holatlar juda ko'p. Avtomashina sotib olishdan tortib, siz aytdingiz, o'sha sog'liqni saqlash sohasini eng kirish eshigidan boshlanishi yoki umuman olganda xalqimizning o'sha mahalla idorasigacha yetib borishdan boshlangan holatlarda ham o'rganib chiqilishi kerak bo'ladi. Biz nima qilmoqchimiz? Biz o'sha eng oxirgi qishloqlarimizga, chekka qishloqlarimizga borib, o'sha joylardan fikrlarini olib, qayerda bizni ochiq joylar bor, ya'ni raqamlashtirilmagan yoki bir qandaydir qonunga to'g'ri kelmaydigan joylari yoki bir ochib qo'ygan joylari. Mana shu joylar ilmiy tadqiqotdan o'tkaziladi. Loyiha bu qisqa muddatli emas, bu 1 oylik, 2 oylik emas, uzoq muddatli, ya'ni 2 yil davomida o'rganib boriladi. Shuningdek, mazkur tadbir doirasida korrupsiya muammolarini tadqiq etish loyiha ofisi ham faoliyatini boshladi. Bu yerda sohaga oid 40 dan ortiq ilmiy ishlanmalar, tadqiqotlar va so'nggi adabiyotlar jamlangan. Davra suhbati davomida Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi hamda Kriminologiya tadqiqot instituti o'rtasida o'zaro hamkorlik memorandumi imzolandi.